dushmanning qo'liga tushib qolsangiz, sizni qiynoqqa solib, ichingizdan narsani sug'urib olish kerak, to'g'rimi? O'shanda o'sha informatsiyani bermaslik uchun nima qilinadi? Qiynoqqa solayotgan paytida siz hayotingizdagi eng lazzatli, eng baxtli narsalarni xayolingizga jamlab olishingiz kerak. Eng baxtli kunlar qachon bo'lgan? Masalan, onam bilan Ka'bani tavof qilgan paytlarimni eslab, uryapti sizni. Tirnoqlaringizni qo'parib o'ryapti. Dangillatyapti ki hayolingizda onangiz bilan Ka'bada yuribsiz. Mana shunga o'rgatadi. Farzandlaringizni ko'tarib yurganlaringiz. Yoki uyda o'tirib osh qilib yeyib o'tirganlar. Shular hayolingizga eng go'zal narsalarni olib kelishni o'rgatadi. Bitta zo'r narsa o'rgataymi sizlarga? Psixologiyada zo'r narsa borda. Boshingiz og'riyapti va tushkunlikka tushib qolgansiz. Nima qilasiz desa, 10 barmog'ingizni, bu psixologik test bu. 10 barmoqni o'ng chakkagingizga qo'yasizda, ko'zingizni yumib 30 marta urasiz. Va urayotganda o'sha eng yomon kuningizni eslashni boshlaysiz. Eng yomon hayolingizda, mana shu kunlarda bo'lgan hayolingizda eng yomon hodisani eslab, miyangizga 30 marta urasiz. 30 sekund degani endi. Boring 40 marta uring. Bo'ldi. Endi chap qo'lingizni bunisiga qo'yasiz. Endi hayotingizdagi eng go'zal on, eng go'zal hodisani hayolingizga keltirasiz, o'shani eslayverasiz. 40 marta urasiz. Bo'ldi. Endi o'ng qo'lingizni yanib tomonga qo'yib, haligi yomon narsani bir eslab ko'ring. Tajriba qilib ko'ring, o'sha yomon narsani eslamaysiz endi. Psixologiyada shunaqa narsa bor. Mana sizni olib kirib qiynayotgan paytida o'sha eng yaxshi narsani eslab turaversangiz, ming qiynasin, har tugaydi-ku, to'xtaydi-ku. Sizni o'ldirib qo'yish anaqasi yo'q qarshi tarafni. Maqsad sizdan info olish. Eng yaxshi narsani eslab turavering, eng yaxshi narsani. O'zingizga kelganingizda haligi yomon narsa sizni ta'sir qilmay qoladi.